Resulullah'ın namaz okuş şekli. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi diktanlağa Şeyh Muhammed Nesruddin Albani'nin Resulullah'ın akidesi, taharet iliş şekli, namaz okuş şekli cevheri namlı kitabıdan Resulullah'ın namaz okuş şekli degen babını okuyumuz inşallah. Ve Euzu billahi mineşşeytanirracim. Resulullah'ın namaz okuş şekli cevheri. Birinci, kıblegi yüzleniş. Birinci, ey Müslüman, eğer namazga turmakçı bolsan, qayerda bolsan, farz ve nafil namazda Kabe'ge aldığını kıl. Kabe'ge aldığını kılış namazının rukun türüklerinden biri bulup, bununsiz namaz ada tapmaydı. İkinci, Kabe'ge aldığını kılış tövendeki ahvallarda sakıt buludu. Birinci, jang meydanlarındaki qo'rqinish namazı ve qattiq urush bo'lganda. İkinci, vaqti chiqib ketishdan qo'rqsa, kesal, kiyime, mashina yoki aeroplanlarda. Üçüncü, ulaqda ketib etib, nafla yoki vitr o'qiganda, bu xildagi namozdimi mumkin bo'lsa, namozni boshlaganda qiblaga qarash mustahab. Ondan keyin oldi qayerga bo'lsa bo'laverdi. Üçüncü, Kabe'ni körüp turgan adamның Kabe'ge yüzlenishi. Kabe'ni körelmegen adam Kabe'ge qarab namaz o'qishi farz. Kabe'den başqa tarafga qarab namaz o'qishning hukmi. Dördüncü, eğer hava tutuq yoki boshqa ishlar sabablik kuzatib ve izlanib qiblaga qaramay namaz o'qib qolgan bo'lsa, namoz ado topadi. Qayta o'qish ketmaydi. Beşinci, qiblini bilmay namoz o'qiyotganda ishonchli biri qiblini deb bersa, darhol qiblaga yuzlanish kerak. Namozi durust bo'ladi. İkinci, qiyamda turish. Altıncı, farz namazda qiyamda turish rukun namazning türükidir. Fakat tuvendeki ahval buning sirtida. Qo'rqinish namozi ve qattiq urushlarda ulaqliq namoz o'qisa bo'ladi. O'ri turolmaydigan kesal o'ltirib, buningga qodir bo'lmasa, yenichi yetib o'qiydi. Nafil namozni xolasa ulaqliq yoki o'ltirib o'qisa bo'ladi. Beshi bilan ishorat qilib ruku qiladi, sajda qiladi. Shuningdek, kesalmu beshi bilan ishorat qilib sajda qiladi. Sajdini rukudan pasroq qiladi. 7. Deb o'tganimizdek, yerga peshonasi bilan sajda qila olmaydigan odam uchun o'ltirib namoz o'qiganda sajda qilishi uchun egiz narsa qo'yishi to'g'ri emas. Faqat sajdani rukudan pasroq qiladi. Kiyme ve aeroplanda namoz o'qish. 8. Kiyimida ve aeroplanda farz namoz o'qish to'g'ri bo'ladi. 9. Yiqilib tushib ketishdan qo'rqsa, farz namozni o'ltirib o'qisa bo'ladi. 10. Qari yoki badani ojiz odam qiyomda turganda turuk yoki hasig'i yo'lnivasi bo'ladi. Namozni ham qiyom ham o'ltirish bilan o'qish. 11. Kecha namozni o'ri turib yoki o'zrisiz o'ltirib o'qisa bo'ladi. Shundaqla qiyom bilan va o'ltirib namoz o'qib, o'ltirib qiroat qilib, rukudan bir oz ilgari o'ri turib, qilib qolgan qiroatni o'qisa bo'ladi. Ondan ruku qiladi, sajda qiladi. İkinci rekatni mu shundaq o'qisa bo'ladi. 12. Namozni chasa qo'yib yoki boshqa o'ltirish bilan rahatlanib o'qisa bo'ladi. Oyoq bilan namoz o'qish. 13. Oyoq bilan namoz o'qisa bo'lganidek, yalang oyoq namoz o'qisa bo'ladi. 14. Avzili bir qitim oyoq bilan bir qitim yalang oyoq namoz o'qib, qaysi oson bo'lsa, shuning bilan namoz o'qish.
oyoq bilan yoki yalang oyoq namoz o'qiyman deb avori bo'lish ortiqcha. Yalang oyoq bo'lsa namozni yalang oyoq o'qish, oyoqliq bo'lsa namozni oyoq bilan o'qish afzal. Alohida ahvol buning sirtida, ya'ni hozirgidek oyoq bilan namoz o'qish qulaysiz bo'lgan masjid qatorliqlarda oyoqni selib namoz o'qisa bo'ladi. 15. Oyoqni selib namoz o'qiganda o'ng tarafida qo'yishga bo'lmaydi. Odam bo'lmasa so'l tarafida qo'ydi. So'l tarafida odam bo'lsa ikki putining orasida qo'ydi. Bu to'g'riliq Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning buyrug'i bor. Shaddad radhiyallohu anhu shundaq degan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shundaq degan. Yahudiylarga o'xshab olmay, oyog'inglar bilan namoz o'qinglar. Tabroniy Mu'jamul Kabir 7165 hadis. Munbarda namoz o'qish. 16. Jamoatga o'gitish uchun munbarda egiz o'rinda namoz o'qishga bo'ladi. Egiz yerda turib namozni boshlaydi, qiroat qiladi, ruku qiladi. Ondan orqaga qaytib minbarning putining yenida yerga sajda qilib bo'lib, ondan egiz yerga qaytib oldingi rakatgidek o'qiydi. To'siqqa qarab namoz o'qish va uningga yaqin turishning farzligi. 17. To'siqqa qarab namoz o'qish farz. Buningda masjid bilan boshqa joyning o'rin cho'ng yoki kichik bo'lsin farqi yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shundaq degan: To'siqqa qaramay namoz o'qima. Oldingdan hech birini o'tkazma. Unimisa o'tkichi bilan urushqin. Chunki namozdan oldidan o'tkichi bilan qarin nomli shayton billa. Sahih Muslim 1158 hadis. 18. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buyurganligi uchun to'siqqa yaqin turib namoz o'qish farz. 19. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sajda qiladigan o'rni bilan tom orasi bir qo'y patqidek edi. Mushunda qilgan odam to'siqqa yaqin turish degan farzni ado qilgan bo'ladi. Muhaddis Albani shundaq deydi. Buningdan shu narsa aniqki, Suriya va boshqa joylardagi barliq masjidlarda kishilar tomdan yoki turikdan yiroq holda masjidning o'ttirsida namoz o'qiydi. Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning buyrug'i va fe'lidan g'aflat qilganlikdir. To'siqning egizlik o'lchami. 20. To'siq yerdan 1 yoki 2 g'irij egizlikda bo'lsa bo'ladi. Dalil Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shundaq degan. Sizlarning biringlar oldida egarning egizligida bir narsa qo'ygan bo'lsa, namoz o'qiyversin. Uning orqasidan o'tganlarga parvo qilish ortiqcha. Sahih Muslim 1139 hadis. To'siq o'rnida ziminni jijab qo'ysa bo'ladigan to'g'riliq kelgan hadis zaif. Zaif va yolg'on hadislar to'plami 5813-numar. 21. To'siqqa bevosita yuzlanish kerak. Chunki buyruqning zohiri namozni to'siqqa qarab o'qishdir. To'siqqa udul turmay, to'siqning o'ng yoki so'l tarafida turishga qarata dalil yo'q. 22. Yerga qadalgan hasa va shuningdek narsalarga yoki daraxtga yoki turikka yoki karvatda yotqandagi ayoli tarafga yoki to'ga qatorliq narsalarga yuzlanib namoz o'qishga bo'ladi. Qabriga qarab namoz o'qish harom. 23. Payg'ambar yoki boshqa har qanday odamning qabrisiga yuzlanib namoz o'qishga bo'lmaydi. Haram masjidida yoki boshqa o'rinda bo'lsa-mu, namoz o'qiyotgan odamning oldidan o'tish harom. 24. Namoz o'qiyotgan odamning oldidagi to'siq orasidan o'tishga bo'lmaydi. Buning to'g'ri emasligida haram masjidi bilan boshqa masjidlarning farqi yo'q. Dalil Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shundaq degan. Bir odam namoz o'qiyotgan odamning oldi sajda qiladigan o'rnidan o'tishning gunohini bilsa edi, uning o'tganidan 40 ni kutib turgani yaxshi edi.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin tavop kılındığan meydanının bir tarafıda kişiler aldıdan ötüp durgan halette aldığı sutra koymasdan namaz okugan degan hadisni İbn Majah rivayet kılıp bulup, bu Mekke ehliga xos degan so'zi qo'shilgan. Sunan İbn Majah 2958 numar hadisga kelsak, oldi bilan bu hadis zaif. Ondan bu zaif hadisda Rasululloh bilan u zot sajda qiladigan joyning orasidan hech kim o'tmagan degan so'zmi yo'q. Shunga bu zaif hadisni haramda namoz o'qiyotgan kishining sajdagohining ichidan kesib o'tishga dalil qilish to'g'ri emas. Ammo imomga iqtido qilgan jamoatning oldidan zaruriyat bo'lsa o'tish yo'lliq. Haram masjidida bo'lsa-mu namoz o'qiyotgan odamning oldidan o'tishini cheklash farz. 25. Baştaki oldingdan biror odamni o'tkizsang bo'lmaydi degan hadisga asosan namoz o'qiyotgan odamning to'siq orasidan birasining o'tishiga yo'l qo'yishi to'g'ri emas. U hadis Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mundaq deydi: biringlar kishilardan to'sish uchun bir narsani sutra qilib namoz o'qisa, yana biri oldidan o'tmoqchi bo'lsa, uni meydisidan ittarsin. Qodir bo'lishicha to'ssin. Bir rivoyatda 2 qitim cheklasin deyilgan. Agar unimasa, uning bilan urishsin. U shaytondir. Sahih Buxoriy 509-hadis. Oldidan o'tgan odamni to'sish uchun namoz o'qiyotgan odamning mingishi to'g'risida. 26. Balog'atga yetmagan bovoq yoki uloq qatorliqlarni to'sib, orqasidan o'tkazib o'tish uchun namoz o'qiyotgan odam bir qancha qadam mangsi bo'ladi. Oldidan o'tsa namozni buzib o'tadigan narsalar. 27. Namozga to'siq qo'yishning ahamiyatlaridan to'siq boshqalarning namoz o'qiyotgan odamning oldidan o'tib namozni buzib o'tishini to'sib qoladi. To'siq qo'ymagan odam buning sirtida. Balog'atga yetgan ayol, eshak va qora it qatorliqlar namoz o'qiyotgan odamning oldidan o'tsa namozni buzadi. Izohat. Namozda safni tuzlashga munosabatli ko'rsatmalar. Anas radhiyallohu anhu shunday degan: namozga takbir aytilganda Rasul sallallohu alayhi vasallam bizga oldini qilib, safni tuz qilinglar, chaplashib turinglar deb buyurdi. İmam Buxoriy to'plagan 719-numurliq. Anas radhiyallohu anhu shunday degan: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday degan: saflaringlarni tuz qilinglar, chunki safni tuzlash namozning tamomiy qatoridan. Sahih Muslim 1003-hadis. Anas radhiyallohu anhu shunday degan: sahobalar mürisini yenidagi sahobaning mürisiga, putini yenidagi sahobaning putiga tekkizib turadi. Agar bugungi kunda shunda qilmoqchi bo'lsang, yeningdagi odam hurkek otdek sendan qechib oladi. İbn Abi Shayba to'plagan 3544-numurliq sahih. Nu'man radhiyallohu anhu shunday degan: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sepimizni nayz sepidek tuz qilatdi. Muslim to'plagan 1007-numurliq hadis. Anas radhiyallohu anhu shunday degan: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday degan: sepinglarni tuz qilinglar. Namozning tamomlanishi safni tuz qilish bilan munosabatlik. Muslim to'plagan 1003-numurliq. İbn Umar radhiyallohu anhu shunday degan: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday degan: safni tuz qilinglar, mürini yaqin qilinglar, bo'shliqni yo'qitinglar. Sahih Abi Davud 672-numurliq. Abu Hurayra radhiyallohu anhu shunday degan: namozga takbir aytilganda o'rnimizdan turardik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yenimizga kelishdan avval saf tuzlanib bo'ladi. Nasa'iy to'plagan 809-numurliq hadis. Umar radhiyallohu anhu saf tuzlashga odam avatib, safning tuzlanganligini anglab bo'lib namozga turardi. İmam Malik to'plagan 97-numurliq hadis.
Osman radıyallahu anhu sep tüzleşki odam avatib, sepning tuzlanganligini anglamay turib namozga turmaydi. Malik to'plagan 234-numurli hadis. İmam Navaviy shundoq degan: yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sish va yaxshilik taqvolikqa yordam qilish yuzasidan septi bo'sh o'rinni ko'rgan har qanday kishining sepni tuzlashga buyurishi yaxshi ish. İmam Navaviy Al-Majmu 123-4. 3. Niyet qilish. 28. Namozxon o'qimoqchi bo'lgan namozni qalbida niyat qilib, o'qimoqchi bo'lgan namozni bekitish kerak. Masalan, zuhur yoki asrning farzi yoki sunnatlari degandek. Niyat namozning sharti yoki rukun turikidir. Ammo niyatni ig'izda deyish sunnatga qarshi bo'lgan bid'at bo'lib, buni kishilar agashgan biror mashhur imommi to'g'ri ko'rmagan. 4. Namozni boshlash uchun Allohu akbar deyish. 29. Ondan Allohu akbar deb namozni boshlash rukun, namozning turikidir. Dalil Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday degan: namozning ochqichi tahorat, tahrimi boshqa ish, harakatlar cheklanadigan vaqti. Allohu akbar va tahlili boshqa ish, harakatlarga yo'l qo'yiladigan vaqti salom berishdir. Abu Davud, Tirmizi, Hakim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozni a'udhu, bismillah, niyat qildim lani og'zida deb boshlamagan. Bularni deyish bid'at. Namozda a'udhu, bismillah ni takbir tahrima sanodan keyin deyish sunnat. Ibodatdagi bid'atni hasana, yaxshi, sayyi'a, yomon deb ikkiga yoki beshga bo'lmay, Rasululloh bo'lgandek birgili bilish. Rasulullohning so'ziga ishinib, har qanday shakldagi bid'atning insonni davzaxga akirdiganligiga iymon keltirish. Sunanun Nasa'i 1589-hadis. Bid'atni faqat diniy masalalarda bo'ladi deb bilish. Turmushdagi yangiliklarni bid'at doirasiga akirmaslik. Sahih Muslim 6277-hadis. 30. İmamdan boshqa odam namozdagi takbirlarda ovozni yuqori qilmaydi. 31. İmam kasal bo'lib qilib, ovozi bo'sh chiqib qolsa yoki jamoat ko'p bo'lish qatorliq narsalar taqazzo qilsa, imomning takbirini muazzin jamoatga yetkazib bersa bo'ladi. 32. İmomning takbiri tamom bo'lgandan keyin ondan jamoat takbir aytadi. İki qo'lni ko'tarish va uning shakli. 33. İki qo'lni takbir bilan yoki takbirdan ilgari yoki takbirdan keyin ko'tarsa bo'ladi. Bularning hammasi hadisda bor. 34. Barmoqlarni so'zib ikki qo'lni ko'tardi. 35. İki alqinini ikki mo'risining barobarida qiladi. Ba'zida ikki qo'lni ikki quloq atrofi bilan baravar ko'tardi. Bu vaqtda qo'lni quloqqa tekkizib degan mazmunda hadis yo'q. İki qo'lni qo'yish va uning shakli. 36. Ondan takbirdan keyin o'ng qo'lini so'l qo'li ustiga qo'ydi. Bu payg'ambarlarning sunnatidir. Shundaqla Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarni buningga buyurgan bo'lib, ikki qo'lni pastga qo'yib berishga bo'lmaydi. 37. O'ng qo'lini so'l qo'lining dumbisi, beg'ishi va bilak ustiga qo'ydi. 38. Ba'zida o'ng qo'l bilan so'l qo'lini chin qamollab turdi. O'ng qo'lni so'l qo'l ustiga qo'yish bilan qamollab tutishni jug'lashning yaxshi ekanligini ilgari surgan bir qism keyingi zamondagi ulamolarning bu ko'z qarishining shariatda asosi yo'q. Qo'lni qo'yish o'rni.
39. İki qo'lni faqatla maydisi ustiga qo'ydi. Bu ayollarga o'rtaqdir. Deymanki, qo'lni ko'krakdan boshqa yerga, ya'ni kindikning ostiga qo'yishning dalili zaif yoki asli yo'q. Ali radhiyallohu anhu nomidan namozda alqon ustiga qo'yish, kindik ostiga qo'yish sunnat deyilgan. Ammo bu hadis ravisida 3 illat bor bo'lg'achqa munkar zaif. Zaif va yolg'on hadislar 5876-numar. 40. O'ng qo'lni beliga qo'yishga bo'lmaydi. Namozdagi xushu, ayminish va qiyomda sajda o'rniga qarash. 41. Namoz o'qiyotgan odam namozda xushu bilan turishi, diqqatni chachadigan zinnat va naqshlardan yiroq turish kerak. Shundaqla tamoqni ko'ngil tortgan va cho'ng-kichik tarat kelib qolgan chaqlarda namoz o'qishga bo'lmaydi. Gullik raxt yoki jay namozda namoz o'qishdan hazar qilish kerak. Dalil: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam gullik bir raxtda namoz o'qidi. Namozda uning gullariga qarab soldi va namozni o'qib bo'lib shundoq dedi: "Mono gullik raxtni Abu Jahmiga olib berib, uning gulsiz raxtini elib kelinglar. Bu raxt meni namozimdan g'aflatga qo'ydi." Yana bir rivoyatda men namozda raxtning gullariga qarab soldim. Gullari meni namozdan ozdirg'ili toz qoldi. degan Sahih Buxoriy 373 hadis. 42. Qiyomda sajda o'rniga qarab turish kerak. 43. Qiyomda o'ng yoki so'l tarafga qarashga bo'lmaydi. Chunki u yoq bu yoqqa qarash shaytonning namozxonning namozini o'g'irlab olganligidandir. 44. Namozda ko'zini osmonga ko'tarish to'g'ri bo'lmaydi. Namozni boshlash duosi. 45. Ondan namozxon Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan kelgan ba'zi duolarni o'qishga boshlaydi. Bu turdagi duolar ko'p bo'lib, mashhurlari tuvandikicha: Subhanaka Allohumma va bihamdika va tabaraka ismuka va ta'ala jadduka va la ilaha g'ayruk. Sizlarni pok deb madhilayman, ey Alloh. Sizlarga hamd aytaman. Ismlari muborakdir, zotlari olidir. Sizlardan boshqa hech iloh yo'qdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan namozni bu duo bilan boshlashga buyruq bor bo'lgani uchun namozni bu duo bilan boshlashga ahamiyat berish kerak. Qiroatdan ilgari o'qiladigan mazkur duoning boshqa nusxalarini ko'rmoqchi bo'lganlar Muhaddis Albanining Rasulullohning namoz o'qish shakli nomli kitobining to'liq nusxasiga murojaat qilgan. 5. Qiroat qilish. 46. Ondan A'udhu billahi o'qiydi. Buni o'qish farz. Buni demagan odam gunohkor bo'ladi. 47. Ba'zida A'udhu billahi minash shaytonir rojim min hamzihi va nafthihi va nafthihi. Allohga sig'inib, qo'g'landi shaytondan, uning saron qilishidan, meni ko'ptirishidan va menga ilhom qilishidan panoh tilayman deyish sunnat. 48. Ba'zida A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaytonir rojim min hamzihi va nafthihi va nafthihi. Anglab turg'uchi va bilib turg'uchi Allohga sig'inib shaytondan panoh tilayman deyishmi sunnat. 49. Ondan qiroati jahri oshkor o'qiladigan va qiroati maxfiy o'qiladigan namozlarda Bismillahirrohmanirrohimni nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman ichida o'qiydi. Sura Fatihani qiroat qilish. 50. Ondan Sura Fatihani to'liq o'qiydi. Bismillah Sura Fatihaning bir qismi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday degan: Agar sizlar Alhamdulillahi robbil alamin o'qimoqchi bo'lsanglar, Bismillahirrohmanirrohim o'qinglar. Sura Fatiha Qur'onning onasi, kitobning onasi
ve 2 qitim nazil bo'lgan 7 oyatlik suradır. Bismillahirrahmanirrahim bo'lsa sura Fatihaning oyatlarining biridir. Sahihul Jami 729-hadis. Sura Fatihani o'qish rukun namozning tuyrugi bo'lib, buningsiz namoz ado topmaydi. Shunga Arab emaslarning mu sura Fatihani yodga elishi farzdir. 51. Sura Fatihani yodga ololmagan odam buni duoni o'qisa bo'ladi. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilaha illallahu vallahu akbar ve la havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ni pak deb yod qilaman. Barliq hamdila Allohga bo'lsin. Allohdan boshqa hech iloh yo'q. Allah hammadan buyukdir. Allah'ның yardımısız hiç iş qo'limizdan kelmaydi. 52. Sura Fatihani qiraat qilishdagi sunnat. Her oyatni uzib o'qish, her oyatning beshida to'xtashdir. Sura Fatihani mundaq o'qiydi. Bismillahirrahmanirrahim. Ni o'qib bo'lib to'xtaydi. Andin Elhamdülillahi Rabbil alamin ni o'qib bo'lib to'xtaydi. Andin Ar-Rahmanir-Rahim ni o'qib bo'lib to'xtaydi. Andin Maliki Yawmiddin ni o'qib bo'lib to'xtaydi va suraning oxirigacha mushunda o'qiydi. Shuningdek, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning barliq qiroati sura Fatihaning qiroatiga o'xshash bo'lib, oyatlarning 5ida to'xtaydi. Gerçi bir qancha oyatning ma'nosi bir-biriga aloqador bo'lsa-mu, bir oyatni keyingi oyatga ulamay, to'xtab, ondan keyingi oyatni o'qiydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qiroatdagi sunnati har oyatda to'xtashdir. Mazmun bir oyatda tugmadi deb la belgisi ba to'g'achqa to'xtamay, aloqador mazmun tugigan bir necha oyatning oxirida to'xtashning sunnatda asosi yo'q. 53. Malik ve Malik debmi o'qishga bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sura Fatihani o'qib bo'lib, aminni tuvan ovozda dedi degan hadis Şaz, Zaib, Tirmizi, Zaib hadisleri. 184. numar. İmamga iqtido qilgan jamoatning sura Fatihani o'qishi. 54. İmamga iqtido qilgan jamoatning imomning oqisida qiroati yoshurun namozda sura Fatihani o'qish farz. Shundaqla qiroati oshkor namozda imomning qiroatini anglamagan bo'lsa, jamoatning sura Fatihani o'qishi farz. Yoki jahri namozda imom sura Fatihani o'qib bo'lib, jamoatning sura Fatihani o'qib bilishi uchun to'xtab bersa, gerçi imamның bundaq turib berishining sunnatda o'rni bo'lmasa-mu, jamoatning sura Fatihani o'qishi farz. Zaib va yolg'on hadislar to'plami 546-547 numar. Muhaddis Albani Rasulullohning namoz o'qish shaklining to'liq nusxasida jahri namozda imomga iqtido qilguvchining sura Fatihani o'qishi mansux deb ayrim bob ajratib, bu vaqtdagi hadislarni keltirgan. Sura Fatihani o'qib bo'lib, boshqa sura o'qish. 55. Sura Fatihadan keyin yana bir surani o'qish sunnat. Hattoki meyit namozidami sura Fatihadan keyin boshqa sura o'qish sunnat. Yoki 4 rakatlik namozning avvalgi 2 rakatda ba'zi oyatlarni o'qishmi sunnat. 56. Ba'zida sura Fatihadan keyin qiroatni uzun qilish yoki safar yoki yo'tal yoki kesal yoki buvoqning yig'isi qatorliqlar sababidan ba'zida qiroatni
qisqartishqimi bo'ladi. 57. O'xshamagan namozda o'xshamagan qiroat qilindi. 5 vaqt namoz ichida fajr namoziga hammadan uzun qiroat qilindi. Ondan zuhur namoziga, ondan asr va isha namoziga sal qisqa qiroat qilindi. Ondan ko'pincha mag'rib namoziga qisqa qiroat qilindi. 58. Kecha namozida qiroat hammadan uzun bo'ladi. 59. Ikkinchi rakatga qaraganda birinchi rakatga qiroatni uzunroq qilish sunnat. 60. Keyingi 2 rakatning qiroatini avvalgi 2 rakatning qiroatining yarmi qadar qisqa qiladi. Tafsilot uchun to'liq nusxasiga qarang. Har rakatda sura Fatihani o'qish. 61. Har rakatda sura Fatihani o'qish farz. 62. Ba'zida 4 rakatlik namozning oxirgi 2 rakatida sura Fatihadan boshqa surani o'qishmi sunnat. 63. İmamning hadisda kelganidimmi ko'paytib qiroatni uzartishi to'g'ri bo'lmaydi. Chunki bu jamoat ichidagi yeshcho'ng yoki kasal yoki bola emitayotgan ayol yoki zarur ishi borlarga qiyinchilik paydo qiladi. Qiroatga sura Fatihani o'qishqimi bo'ladi. Tafsiloti muhaddis Albani Rasulullohning namoz o'qish shaklining to'liq nusxasida. Oshkora va maxfiy qiroat qilish. 64. Fajr namozi, juma namozi, 2 hayit namozi, suv talab qilish namozi, kun tutilish namozi, mag'rib namozining avvalgi 2 rakati va isha namozining avvalgi 2 rakati qatorliqlarda qiroatni oshkor qiladi. Zuhur, asr, mag'ribning 3-rakati, ishaning oxirgi 2 rakatida qiroatni maxfiy qiladi. 65. Qiroati maxfiy namozdami imom ba'zida qiroatni jamoatga anglashsa bo'ladi. 66. Vitr va kecha namozida ba'zida maxfiy, ba'zida oshkora qiroat qiladi. Bu chaqda ovozni o'ttir hal chiqaradi. Qiroatni tartil bilan oldirmay o'qish. 67. Qiroatni oldirmay harf aniq uch o'qish. Ovozni zinnatlik, chiroyli chiqarib, olimlarning tajvid haqidagi ko'rsatmalariga rioya qilish sunnat. Bid'atchilarning ohanglari va musiqa o'lchamlariga bo'ysundirib qiroat qilmaslik kerak. Imomga loqma selish, qiroati izib ketsa deb berish. 68. Imom qiroati izib ketsa jamoatning asli oyatni deb berishi shariatda yo'lliq. 6. Ruku. 69. Qiroatni qilib bo'lgandan keyin tiniqi asliga kelgudak bir oz turib yetadi. 70. Ondan namoz boshlash takbirdagidek 2 qo'lini ko'tardi. Izohat. Uqba radhiyallohu anhu shundaq degan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shundaq degan. Birov namozda 2 qo'lini har qitim ko'targanda 10 savob yoziladi. Ya'ni har barmog'iga birdan savob yoziladi. Sahih hadislar to'plami 3286 nomerliq. Majmu'az Zawaid 2597 nomerliq sahih hadis. Yana İbn Umar radhiyallohu anhu rukudan avval va rukudan keyin qo'lini ko'tarmay namoz o'qiyotgan odamni ko'rsa, uni tosh bilan urib, rukudan avval va rukudan keyin qo'lini ko'tarishga buyurdi. Masaili Ahmad 253 nomerliq. Buxoriy Raf'ul Yadayn 14 nomerliq. İstizkar 331 nomerliq hadis. Qo'l ko'tarmaslik to'g'risida sahih hadis yo'q. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu nomidan men sizlarga Rasulullohning namozini o'qib beraymi deb bo'lib, qo'lini birliq ilm ko'tarib, qayt ko'tarmadi deyilgan. Abu Davud, Tirmizi qatorliqlar to'plagan hadisga kelsak, bu hadis
haqida imom Buxoriy bu hadis raviylaridan ibn idrisning kitobida qayt ko'tirmadi degan so'z yo'q. Shunga sahih emas. Sahih shuki ibn Mas'ud mu qo'l ko'tirib namoz o'qigan degan. Buxoriy raf'ul yadayn. imom Ahmad mundaq degan. Ravi vaki ibn Mas'ud ikki qo'lni qayt ko'tirmadi degan iborani o'zi qo'shib qo'ygan. imom Ahmad Al-Ilal 910 numar. Hafiz ibn Hajar ibn Mas'ud ikki qo'lni qayt ko'tirmadi degan asar eng zaif bo'lib, raviylar o'zgartib aytgan. Uning sahihligini bekor qilib o'tadigan bir munch illatlar bor degan. At-Talhisul Habir. Muhaddis Albani bu hadisning raviylari ishonchli, ammo mutavotir darajadagi ko'plagan sahih hadisga zid bo'lg'achqa inovatsiz degan. Albani zaif va yolg'on hadislar 568 numurliq. Shunga mazkur kitobning muallifi muhaddis Albani bu kitobga qo'l ko'tarmaslik to'g'risidagi Ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning hadisini kirgizmagan. Rukudan ilgari va keyin qo'l ko'tarish to'g'risidagi hadis mutavotir. Bu haqda sahobalardan ijmo bor. Muborak Furi. 71. Allohu akbar deyish farzdir. 72. Ondan bo'g'imlar o'rniga kelgudak, har a'zo o'rniga tushgudak ruku qilish, rukun namozning turkidir. Rukuning shakli 73. Rukuda ikki qo'li bilan barmoqlarini yig'ib olmasdan ikki tizini qamollab tutib turdi. Bularning hammasi farzdir. 74. Dümbisini tüp-tüz bo'g'inidan china degandek narsalarda suv qo'ysa, tuğidek qilib, so'zib, yeyib ruku qilish farzdir. 75. Rukuda beshini pasmi qilib etmay, egizmi qilib etmay, dümbisi bilan tang qiladi. 76. İki jaynikini ikki biqinidan yiroq qiladi. 77. Rukuda 3 qitim yoki uningdan ko'proq Subhana robbiyal azim, hammadan buyuk Rabbimni pok deb madhilayman deydi. Rukuda o'qiladigan boshqa turli duolar muhaddis Albani Rasulullohning namoz o'qish shaklining to'liq nusxasida. Namozdagi farzlarni o'xshash ado qilish. 78. Rukudan keyingi qiyam va sajdadan iborat farzlarning orasidagi uzunlikni o'xshash qilish sunnat. Va ikki sajda orasida o'ltirishni mu shuningga yaqin qilish sunnat. 79. Ruku va sajdada Qur'on oyatlarini o'qishga bo'lmaydi. Rukudan o'ri turish. 80. Ondan rukudan o'ri turish rukun. Namozning turikidir. 81. Rukudan o'ri turish jarayonida Sami'allohu liman hamida. Allah hamda aytganlarning madhiyasini anglab turdi deyish farzdir. 82. Ondan namoz boshlash takbiridagidek ikki qo'lini ko'tardi. 83. Rukudan o'ri turib, har ustixon o'z o'rniga qaytganga qadar orom ilish. Rukni namozning turkidir. 84. Bu yerdagi o'ri turishda Robbana va lakal hamd. Ey Rabbimiz ve sana hamdlar bo'lsin ne deydi. Buni imom va iqtido qiluvchi jamoat qatorliq barliq namoz o'qigan odamning deyish farzdir. Chunki bu jumla qiyomda turganda deyish to'g'riliq kelgan. Sami'a bo'lsa rukudan turganda deyish to'g'riliq kelgan. Muhaddis Albani rukudan keyingi qiyomda qo'lni qamollab turish bid'at deb fatvo bergan. U buni mundaq tushuntirgan.
Bu hadislardagi mazmun aniq. U bo'lsa-mu rukudan keyingi qiyomda orom elish. Bu hadisni Saudiy va boshqa joylardagi qarindoshlarning rukudan keyin o'ng qo'lni so'l qo'l ustiga qo'yishni dalil qilishlari xatolik bo'lib, namozida xatolashquchi hadisining mazmunidan xavri va fiqhlarga ma'lumki, bu hadisni qo'lini qamollab tutishga dalil qilish botil dalil keltirishdir. Chunki bu hadislarda dastlabki qiyom to'g'riliq aniq gap bo'lmayotsa, qandaqmi buni rukudan keyingi qiyomda qo'l tutib turishga dalil qilg'ili bo'lsin? Agar bu hadislarning umum mazmuni rukudan keyingi qiyomni ko'rsatdi degandimi, o'ng qo'lni so'l qo'l ustiga qo'yish degan so'z bo'lmasa, qandaqmi dalil qilg'ili bo'lsin? Ondan bu hadis mazmunidan aldirab o'ng qo'lni so'l qo'l ustiga qo'yish chiqmaydi. Chunki bu hadisning asosiy maqsadi o'ri turganda dumbi so'ngkini tuzlash bo'lib, buni Rasulullohning har ugining joyiga tushgidek o'ri turishi texmi kuchlantirdi. Bu insof bilan o'yg'onganlarga ma'lum. Gerçi namoz to'g'riliq eng ko'p hadislar bor bo'lsa-mu, rukudan keyingi qiyomda o'ng qo'lni so'l qo'l ustiga qo'yish to'g'riliq birma hadis yo'q. Shunga rukudan keyingi qiyomda o'ng qo'lni so'l qo'l ustiga qo'yishning bid'atligidan qilchi gumonlanmayman. Agar bu to'g'riliq hadis bor bo'lsa, cho'qim bizga yetib kelgan bo'ladi. Buni ilgariki salaf solihlarning qilmaganimi buning bid'atligini texmi kuchlantirib berdi. Menga yetib kelgunicha buni birer hadis imomlarimi bayon qilmagan. Muhaddis Albani asl sifatis salatun nabiy 2. qism 701. bab. 85. Başta deyilgandek rukuning va rukudan keyingi o'rturishning uzunligi o'xshash bo'ladi. 7. Sajda qilish. 86. Ondan Allohu akbar deb sajdaga berish farzdir. 87. Ba'zida Allohu akbar deganda ikki qo'lni ko'tardi. Ikki qo'l bilan sajdaga berish. 88. İki tizidan ilgari ikki qo'li bilan sajdaga bordi. Buni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buyurgan va o'zi qilgan. Shundaqla oldi ikki tizi bilan cho'kadigan to'ygining cho'kishiga o'xshash qilishdan to'sqan. Sahih-ul Buxoriy 3906 hadis. Musnad Ahmad 17627 hadis. Lisanul Arab, Tajul Arus, Kitabul Ayn qatorliq hadis va mashhur lug'at kitoblarida to'ygining tizi oldi ikki putida deyilgan. Shundaq bo'lgan ekan, to'yga tizi bilan cho'kkandek odam tizi bilan bormay, Rasululloh buyurgandek qo'li bilan berish farz. Bo'lmasa to'ygining oldi putidagi tizi bilan odamning putidagi tizining cho'kishi o'xshash bo'lib, Rasulullohning buyrug'iga qarshi bo'lib qoladi. Tizdan avval qo'lini qo'ysin degan hadisni ba'zi olimlar ikki tarafdan dalilsiz holda rad qilishgan. Birinchi, bu hadisni mazmun yo'tkilib ketgan bo'lishi mumkin deb tushungan olimlar. To'ygining tizi orqa ikki putida deb xato tushunib qolgan. Bu tushunchaning xatoligi yuqorqi hadis va qomus mazmunlariga zid bo'lganligini bilgan olimga ma'lum. Ikkinchi, tizdan avval qo'lni qo'ysin degan hadisni mansux degichilar. Ibn Huzayma rivoyat qilgan, biz qo'ldan avval tizni qo'yishga buyurildik 628 nomerliq degan hadisini asos qilgan. Hazimi al-itibar fin nasukh vel mansukh. Amma bu hadisda ikki zaif ravi bor. Ibn Hajar Fathul Bari. Buningga asosan Muhaddis Albani bu hadisni
bak zaif deb baholgan. Sahih hadisni bak zaif hadis mansub qilolmaydi. Demak, tizdan avval qo'lini qo'ysin degan hadis sanad va mazmun jihatdan butunlay sahih. Ba'zilarning qo'lni baldir qo'yishqimi bo'ladi. Bu masalada ixtiyorlik bor deyishiga tuvandagi zaif hadisni dalil qilishi sabab bo'lgan. Vail radhiyallohu anhu shunday degan: "Men Rasulullohning sajda qilganda qo'lidan avval tizini qo'yganligini ko'rdim." Tirmizi zaif hadislar 44 268 numar. Bu hadisni İbn Qayyim qatorliq muhaddislar sahih degan bo'lsa-mu, ravi Sharik qozi zaif bo'lg'achqa dalilga yaramaydi. Sababi Yahya ibn Sa'id yuqorida tilga ilingan hadisning ravisi Sharik bak zaif degan. Sunan Bayhaqi 12084 numar. İmam Zahabi Sharikning asl tutishi nachar degan. El-Kashif 2276 numar. Darqutni Sharik zaif degan 6 numar. Hafiz ibn Hajar Sharik rostchil bo'lsa-mu, ko'p xatolik sodir qiladigan odam bo'lib, Kufaga qozi bo'lgandan keyin asli tutishi nacharlashgan degan. Ibn Hajar Taqrib 2787 numar. Ijli Sharik ishonchlik, to'g'ri hukm chiqaradigan qozi edi. Qozi bo'lishdan avvalgi hadisi sahih, keyingi hadisi zaif deb baholgan. Ibn Rajab Sharhu Ilal: ikki qo'ldan ilgari ikki tizni qo'yish to'g'riliq sahih hadis yo'q bo'lg'achqa, muhaddis Albani shunday degan: bu hadisdagi tizdan ilgari qo'lni qo'yish buyruqi qo'lni baldir qo'yishning farz vojibligini bildirdi. Albani asl sifati Salatun Nabi 724-2. 89. Sajda qilganda ikki alqinni yeyib tayinish. Rukun namozning turikidir. 90. Barmoqlarini yaqin tutadi. 91. Barmoqlarini qiblaga qaratadi. 92. İki alqinini ikki mo'risining barobarida ko'taradi. 93. Ba'zida ikki alqinni ikki mo'risining barobarida ko'taradi. 94. Sajdada ikki jaynikini ishit yerga yaygandek yeyib olmay yerdan ko'tarish farz. 95. Sajdada burni va peshanasini yerga tekkizish rukun namozning turikidir. 96. Sajdada tizimu yerga tegib turdi. 97. Sajdada putning uchillarimi yerga tegib turdi. 98. Sajdada ikki putini tiklaydi. Bularning hammasi farzdir. 99. Sajdada putning barmoq uchillarini qiblaga qaratadi. 100. İkki o'shqini bir-biriga chaplab turdi. Sajdani kamil qilish. 101. Sajdada peshoni bilan burun, ikki alqon, ikki tiz va ikki put uchi qatorliq barliq a'zolarining o'xshashla yerga to'liq tegishi farzdir. 102. Sajdani kamil qilganda sajdada ma'lum vaqt orom ilish barliq keladi. Sajdada barliq a'zolarning ma'lum vaqt orom ilishi rukun namozning turikidir. 103. Sajdada Subhana Rabbiyal A'la tarjimasi hammadan ustun Rabbimni pok deb madhilayman ni 3 qitim yoki ko'p deydi. Sajdada o'qiladigan boshqa turli duolar muhaddis Albani Rasulullohning namoz o'qish shaklining to'liq nusxasida. 104. Sajdada duo ijobat bo'ladiganligi uchun duoni ko'p qilish sunnat. 105. Başta deyilgandek sajdani uzun qilish miqdori rukunga yaqin bo'ladi. 106. Sajdani yerga qilishga bo'ladi. Kiyim, besat, bo'ri qatorliq narsalarga sajda qilsa bo'ladi. 107. Sajdada Qur'on oyatlarini o'qishga bo'lmaydi.
İki secde arasında aram iliş şekilde oturuş. 108. Secdeden Allahu Ekber deb beşini kötürüş perzdir. 109. Secdeden beşini kötürüp Allahu Ekber degende ba'zida iki qo'lni kötürdü. Bu yerda deyilgan ba'zida qo'l kötürüş faqat mushiyaga qartilgan. Rukudan avval va keyingi qo'l ko'tarishga qartilmagan. Chunki rukudan avval va keyin davomli qo'l ko'tariladi. 110. Andan ustixonlar joyiga tushganga qadar o'ltirib aram elish rukun namozning turkidir. 111. Sol putini yeyib ustida o'ltirish farzdir. 112. O'ng putini tiklaydi. 113. O'ng putining barmoqlarini qiblaga qaratadi. 114. Ba'zida g'o'shqi va qadami ustida o'ltirishqimi bo'ladi. 115. O'ltirganda Allohumma g'firli varhamni vajburni varfa'ni vahdini va'afini varzuqni. Ey Alloh, meni mag'firat qilsizlar, menga rahim qilsizlar, meni tuzsizlar, yuqori ko'tarsizlar, hidoyat qilsizlar, salomat qilsizlar, rizq bersizlar ni o'qiydi. 116. Xolisa Robbig'firli, Robbig'firli. Ey Robbim mag'firat qilsizlar, ey Robbim mag'firat qilsizlar ni o'qiydi. 117. Sajda qilgan vaqtiga yaqin uzunlikda o'ltirdi. Ikkinchi sajda. 118. Ondan Allohu Akbar deyish farzdir. 119. Ba'zida Allohu Akbar deyish bilan birga ikki qo'lni ko'tardi. Bu yerda deyilgan ba'zida qo'l ko'tarish faqat mushiyaga qartilgan. Rukudan avval va keyin qo'l ko'tarishga qartilmagan. Chunki rukudan avval va keyin davomli qo'l ko'tarildi. 120. Ikkinchi qitim sajda qilish rukun namozning turkidir. 121. İkinci secdenimi oldingi secdega o'xshash qiladi. İkinci secdadan keyin aram ilish o'ltirishida o'ltirish. 122. İkinci secdadan beshini ko'tarib, ikkinchi rakatga qopmoqchi bo'lganda Allohu Akbar deyish farzdir. 123. Ba'zida Allohu Akbar deyish bilan birga ikki qo'lni ko'tardi. 124. İkinci rakatga qopishdan ilgari ustixonlar joyiga kelivog'idek miqdorda so'l puti ustida o'ltirdi. İkinci rakat. 125. İkinci rakatga to'moqchi bo'lganda xamir yug'urmoqchi bo'lgan odam ikki mushtimini tukkandek tugib, ikki qo'li bilan tayinib turib qopishi rukun namozning turkidir. 126. İkinci rakatni birinchi rakatga o'xshash ado qiladi. 127. Biroq ikkinchi rakatning beshida boshlash duosi Subhanaka Allohumma va bihamdika va tabaraka ismuka va ta'ala jadduka va la ilaha g'ayruk. Silini pak deb madhilayman ey Alloh. Silga hamd aytaman. Ismlari muborakdir, zotlari olidir. Sizlardan boshqa hech iloh va haq yo'qdir ni o'qimaydi. Muhaddis Albani shunday degan. Har rakatda sura Fatihadan avval a'udhu deyishga aniq dalil yo'q bo'lib, bu ixtilofiy masala. Bu to'g'riliq mutaassiblik qilmay, har kim ko'ngil to'g'ri ko'rganini qilishi yo'lliq deb qarayman. Men aniq bilingini kuchliki Qur'on o'qimoqchi bo'lsang, Allohga sig'inib, qo'g'landi qilingan shaytondan panoh tilgin degan oyatga asosan har rakatda sura Fatihaning oldida a'udhu deyishdir. Lekin bu qarashga hadisdan aniq dalil yo'q. İjtihodiy masala bo'lib, yuqorqi oyatning umum mazmunini dalil qilganligimdir. Albani Fatava Cidda. 128. İkinci rakatni birinchi rakatnikidan qisqaroq o'qiydi. Tashahhud uchun o'ltirish.
129. İkinci rekatni o'qib bo'lganda tashahhud uchun o'ltirish farzdir. 130. İkinci secde arasida o'ltirgandek o'ng putini tiklab, so'l putining ustida o'ltirdi. 131. Biroq bu o'ltirishda g'o'shqi ustida o'ltirish to'g'ri emas. 132. O'ng qo'lining alqinini o'ng putining yo'tisi va tizining ustida qo'ydi. O'ng qo'l jeynikini yo'tisidan yiroq qilmaydi. 133. So'l qo'lining alqinini so'l putining yo'tisi va so'l tizining ustida yig'ib olmagan holda qo'ydi. 134. O'ltirganda qo'li bilan bo'libmi, so'l qo'li bilan tayinib o'ltirsa bo'lmaydi. O'ng qo'l ko'rsatkich barmoqni midirlatish va uninga qarash. 135. Ba'zida o'ng alqan barmoqlarini tugib, bosh barmoqini o'ttir barmoq ustiga qo'ydi. 136. Ba'zida bosh barmoq bilan o'ttir barmoqni halq shaklida qiladi. 137. O'ng qo'lining ko'rsatkich barmoqi bilan qibla tarafga ishorat qiladi. 138. Ko'rsatkich barmoqi qarab turdi. 139. Tashahhudning beshidan oxirigacha ko'rsatkich barmoqini midirlatib turib duo qiladi. Bu birinchi tashahhud yoki ikkinchi tashahhud bo'lsin, duo o'qilib bo'lguncha midirlatishni ko'rsatadi. La ilaha degan so'zda ko'tirib, illallohda paslatish sunnatga xilof, asli yo'q harakat. 140. So'l qo'l barmoqi bilan ishorat qilishga bo'lmaydi. 141. Bularning hammasini tashahhud qiladi. Tashahhudning shakli va tashahhuddan keyin duo qilish. 142. Tashahhud farzdir. Unutib qolgan odam 2 sajda sahvisini qiladi. 143. Bularni maxfiy o'qiydi. 144. Tashahhudning shakli. At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alan-nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah ve ashhadu enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Sahih Buxoriy 6265. hadis. Salamla, barliq duolar, yaxshi tilaklar Allohga xosdir. Payg'ambarga salom, Allohning rahmat va barakatlari bo'lsin. Bizga va Allohning solih bandalariga ham salomlar bo'lsin. Bir Allohdan boshqa iloh yo'q. Muhammad Allohning bandasi va elchisi deb guvohlik beraman. Sahihul Buxoriy 6265. hadis. Tashahhudning boshqa nusxalari uchun Rasulullohning namoz o'qish shaklining to'liq nusxasiga murojaat qilingan. 145. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga mundaq durud o'qildi. Allohumma salli ala Muhammad va ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim va ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ey Allah, İbrahim ve İbrahim'nin aile tavablarına rahmet qilgandek, Muhammed ve Muhammed'nin aile tavablarına rahmet qilgin. Hakikaten sen maqtilishga loyiq ulug' zot. Ey Allah, İbrahim'nin aile tavabatlarına bereket bergendek, Muhammed ve Muhammed'nin aile tavabatlarına bereket bergin. Sen maqtilishga loyiq ulug' zot. 146. Xolisa
durudni mundaq qisqartsimi bo'ladi. Allohumma salli ala Muhammad va ala ali Muhammad va barik ala Muhammad va ala ali Muhammad. Kama sallayta va barakta ala Ibrahim va ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ey Allah, İbrahim aleyhisselam ve onun aile tavabatlarına rahmet kılgandek ve bereket bergendek Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun aile tavabatlarına rahmet kılgın ve bereket bergen. Sen maqtaşqı sazavar uluq zat. 147. Andın bu teşahhudda hadis kelgan duadan xalığını okup Allah'a dua qılsı boludu. 3. ve 4. rekatlar. 148. Andın Allahu Ekber deyiş farzdır. Bunu oldurup durup deyiş sünnet. 149. Bazıda iki kolunu götürdü. Bu yerde deyilgen bazıda kol götürüş rukudan avval ve keyinki kol götürüşke qartılmagan. Çünkü rukudan avval ve keyin davamlı kol götürüldü. 150. Andın 3. rekatki qopudu. 3. rekat 4. rekatki o'xshashla rukun namazning turgudir. 151. 4. rekatki qopmoqchi bo'lgandimi shundaq qiladi. 152. Biroq keyingi rekatga qopishdan avval ustixonlari joyiga kelgudak sol puti ustida o'ltirdi. 153. Andın 2. rekatki qopqandek qo'liga tayinib qo'pidi. 154. 3. ve 4. rekatlardimi sura Fatihani o'qish farzdir. 155. Ba'zida bu rekatlarda sura Fatihaga bir yoki bir qancha oyatni qo'shidi. Musibat yetganda o'qiladigan qunut ve onun o'rni. 156. Musulmonlarga baloyi qado musibat yetganda ularga duo qilib qunut o'qish sunnat. 157. Qunut duosining o'qiladigan o'rni. Oxirgi rakatda rukudan keyin Robbana va lakal hamd. Ey Robbimiz ve sana hamdlar bo'lsin degan vaqtdir. 158. Musibat qunuti uchun maxsus duo yo'q. Faqat musibatga munosabatli duoni o'qisa bo'ladi. 159. Bu duoda ikki qo'lini ko'tardi. 160. İmam bilan o'qiganda qunut duosini oshkor o'qiydi. 161. İmamga iqtido qilgan jamoat amin deydi. 162. Qunut duosini o'qib bo'lib Allohu Ekber deb sajdaga bordi. Vitrda o'qiladigan qunut ve onun o'rni. 163. Vitrda qunut duosini ba'zida o'qish shariati bor. Ya'ni vitrda qunut duosini davomli o'qish shariati yo'q. 164. Musibat qunutining aksicha vitr qunuti rukudan ilgari o'qiladi. 165. Vitrda o'qiladigan hadisda bor qunut duosi Allahumma hdini fi man hadayt ve afini fi man afayt ve tevellani fi man tevelleyt ve barik li fi ma a'tayt ve qini şerri ma qadayt fe inneke taqdi ve la yuqda aleyk ve innehu la yezillu men velleyt ve la ya'izzu men adayt. Tebarekte Rabbena ve Tealeyt. La menca minke illa ileyk. Manisi, ey Allah, özün hidayet kıygan kişilerinin arasında minimu hidayet kıygan. Özün salametlik bergenlerinin arasında manımı salametlik bergin. Özün dost tutkanlarının arasında minimu dost tutkan. Mana bergenlerini berketlik kılgın.
haqqimdagi yomonliklardan meni qo'g'dig'in. Chunki sen hukm qilasan, hech kim sening ustingdan hukm chiqara olmaydi. Jazmanki sen do'st tutganlar asla xor bo'lmaydi. Sen dushman tutganlar asla aziz bo'lmaydi. Ey Rabbim, sen ulug' va oliysan. Sening azobingdan qutulish faqat sangala, ya'ni sana loyiq ravishda ibodat qilish bilanla bo'ladi. 166. Bu qunut duosi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'rgatgan duo bo'lib, buningga boshqa duoni qo'shishga bo'lmaydi. Faqat sahobalar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga durud aytganligi uchun va sallallohu alan nabiyil ummiy, Allohning durud rahmati ummi, anadan tug'ilgan peti savossiz elchiga bo'lg'ay deganni ba'zida qunut duosi oxiriga qo'shib o'qishga bo'ladi. Sahih sunnatda o'qiladigan qunut duosi mushu. Xalq orasida ko'p o'qiladigan Allohumma inna nasta'inuka va nastag'firuka namliq duoni Rasululloh o'qimagan va sahobalarga o'rgatmagan bo'lg'achqa buni o'qish sunnati yo'q. Shunga buni kitobga kirgizilmagan. Vitr namozidagi qunut duosida qo'l ko'tarish masalasiga qarata ba'zi olimlar baloyi ofatga uchraganda farz namozda o'qiladigan qunutda ba'zi sahobalarning qo'l ko'tarib duo qilganligiga qiyos qilib, har ikkilisi qunut bo'lgandan keyin qo'l ko'tarsa bo'la deb fatvo berishgan. Ba'zi olimlar Rasululloh qo'l ko'tarmagandan keyin qo'l ko'tarish to'g'ri emas deyishgan. Ammo Rasululloh baloy ofatga uchraganda o'qiladigan qunutda qo'l ko'targan. Vitr qunutida qo'l ko'tarmagan bo'lg'achqa, mazkur kitobda vitr namozidagi qunut duosida qo'l ko'tarish ishi bayon qilinmagan. Yana ba'zi olimlar ikki haramdagi vitr qunutini bak uzun o'qishmi bid'at, hadisdan dalil yo'q deyishgan. Har qanday duoda qo'l ko'targanda yuzini silashning shariatda asosi yo'q. 167. Başta deyilgandek ondan ruku qiladi va ikki sajdani qiladi. Oxirgi tashahhud va rahatlanib o'ltirish. 168. Ondan oxirgi tashahhud uchun o'ltirdi. Ikkili tashahhud uchun o'ltirish farzdir. 169. İkinci tashahhudni dastlabki tashahhuddagidek ado qiladi. 170. Biroq o'xshamaydigan tarafi bu tashahhudda sag'risini yerga qo'yib, so'l putini o'ng pochiqining ostidan chiqaradi. 171. O'ng putini tiklaydi. 172. Ba'zida o'ng putini yeyib o'ltirsimi bo'ladi. 173. So'l alqinini tizig'i chaplab yo'linib o'ltirdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga duo durud yo'llashning farzligi va 4 narsadan panoh tilash. 174. Tashahhudda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga duo durud yo'llash farzdir. Bu oldingi tashahhudda ba'zi shakllari bilan bayon qilindi. 175. Tashahhudda o'qish farz bo'lgan 4 narsadan panoh tilash duosi mundaq. Allohumma inni a'udhu bika min azabi jahannam va min azabil qabr va min fitnatil mahya vel mamat va min sharri fitnatil masihid dajjal. Ey Allah, sana sığınıp devzaq azabidan, qabr azabidan, hayatlık ve mamatlıqның fitnesinden ve Deccalның fitnesinin yamanlıqıdan panoh tilayman. Salamdan ilgirki dua. 176. Ondan Qur'on ve hadisde bar dua bilen özüge dua qilishi
ko'p yaxshi. Agar Qur'on va hadisdagi duoni bilmasa, o'z biladigan dunyo va oxiratligi uchun foydali bo'lgan duoni qilsa bo'ladi. Salomning turlari 177. Andın o'ng mangzining oqligi ko'ringidek o'ng tarafiga salom berish rukun namozning turigidir. 178. Sol mangzining oqligi ko'ringidek darajada sol tarafiga salom berdi. Meyit namozimi o'xshash. 179. İmam salom qilganda ovozini ko'tardi, ammo meyit namozida ovozni ko'tarmaydi. 180. Salomning turlari. Birinchisi, o'ng tarafga salom berganda assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sizlarga salom, Allohning rahmati va barakatlari bo'lsin. Sol tarafga salom berganda assalomu alaykum va rahmatulloh. Sizlarga salom, Allohning rahmati bo'lsin. İkincisi, va barakatuh qo'shilmagan. Üçüncüsü, o'ng tarafga salom berganda assalomu alaykum va rahmatulloh, sol tarafga salom berganda assalomu alaykum. To'rtinchisi, o'ng tarafga azroqli qayrilib, oldi tarafga bir salom berish, ya'ni sol tarafga salom bermaslikdir. Ey musulmon birodarim, mana bu mening qo'limdan kelishicha Rasulullahning namoz o'qish shaklidan eng ixchamlab, sen beayni Rasulullahni ko'rib turayotgandek shaklda o'rganalaydigan qilib tayyorlagan bilimlardir. Namozni Rasululloh sana o'rgatgani bo'yicha u zotga o'xshash o'qisang, Alloh taolaning bu namozingni qabul qilishidan umidlikman. Chunki sen namozni Rasulullahdek o'qish orqali Rasulullahning sallu kama ra'aytuni usalli namozni mening o'qiganimni ko'rgandek menga o'xshash o'qinglar. Sahih al-Buxoriy 631-hadisdan degan buyruqqa itoat qilgan bo'lasan. Buningdan keyin sizning namozga qalbingiz bilan hozir bo'lishingiz va namozni xushu bilan o'qishingiz kerak bo'ladi. Chunki bandaning Allohning huzurida turishdagi eng buyuk g'oyasi namozni xushu bilan o'qishidir. Sizga aytilayotgan xushu Rasulullohdan o'rnak olishingizga bog'liq. Namozda xushuni qanchalik darajada hosil qila olsangiz, Allohning muni oyat aytilgan natijani shunchalik darajada qo'lga keltirgan bo'lasiz. Innas salata tanha anil fahsha'i vel munkar. Shubhisizki namoz insonni har turli hayosizlikdan va yomonlikdan to'sidi. Sura Ankabut oyat 45. Oxirgi so'z. Allah Taalaning namoz va boshqa ibodatlarimizni qabul qilishini ne mol, ne bola chaqa hech qanday foyda bermaydigan qiyomat kunida namozlarimizning savobini biz uchun saqlashini tilaymiz. Allah Taala bu vaqtda mundaq degan: "Yawma la yanfa'u malu va la banun illa man atallaha biqalbin salim." U kuni hech kishiga mol va o'g'illar foyda yetkazolmaydi. Faqat Allohning dargohiga pok qalb bilan munofiqlik va fosiqlikdan yiroq oldi kelgan odamga foyda yetkazolmaydi. Bu kitob Hijriya 1404-yili, Nasara yilnomasi bo'yicha 2000-yili Saudi Riyod Ma'arif nashriyoti nashr qilgan 5-bosmasiga asosan tarjima qilindi. Yuqorqi risolani buyuk hadis olimi, mashhur faqih 220 parchadan ortiq kitob yozgan va tahqiqlagan Muhammad Nasriddin Albani rahimahulloh o'z yozgan Takbirdan salomgacha beayni siz ko'rib turganingizdek
Resulullah'ның namazı namlıq kitabıdın özü ixcamlaştırgan. Allah bu zatqa rahmet qilsin. Elhamdülillah. Yuqorida Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin aqidisi, taharet eliş şekli, namaz o'qish shakli javhiridan Şeyh Muhammed Nasruddin Albani'nin Resulullah'ның namaz o'qish shakli temisini anladыңlar. Axirini keyin qitimliq o'qishimizni davomlashtiramiz inshaalloh. Ve sallallahu ala Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.